qalaysan? Yaxshi. Agar vaqting bo'lsa, sen bilan ozgina aylansak bo'ladimi? Mani vaqtim yo'q. Darslarimni qilishim kerak. Nimaga sen meni uncha jimon bo'lasan? Uzr, mani vaqtim yo'q. Uyga ketishim kerak. Hey! Yuragim seni so'raydi, ne qilay tushunmasa, ko'zlarim sensiz yashashimga afsus qo'nmasa, orzular nega endi biz o'ylaganday bo'lmasa, sen sevsang u sendek sevmasa. Sen tez uyga borganda, uyda gaplashamiz sen bilan. Men senga necha marta aytdim, senimga yaqinlashmading. Siz noto'g'ri chiqasiz. U mening sinfdoshim. Sinfdoshing bo'lsa, darsing tugagandan keyin borib hot-dogingni sotgin, tushundingmi? Agar yana bir marta shunaqa ko'radigan bo'lsam, maktabingga bora olmaydigan qilib qo'yaman. Chaqirayotgan abonent apparati o'chirilgan. Ertaga darsdan keyin kinoga tushaylik, Begzod. Xo'p, mayli. Mayli Begzod, unda ertaga darsdan keyin ko'rishamiz. Sen gapim bor, gaplashsak bo'ladimi? Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Akam senga nima dedi? Menga qara, akang seni o'ylab gapirdi. Sizlar VIP hayotda yashaysizlar. Ama oddiy oilaning farzandiman. Sen to'g'ri o'ylayapsan. Iltimos, meni tinch qo'ygin. Bir zamanlar sevdiğin, aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdin, Sen Begzodni yaxshi ko'rasanmi? gerçek oldu mu? Sen nima ishing bor? Men senga ochib berishim kerak. Aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdin, tatlı nameler mevsim oldu mu? Hiç yüzünden darılma. Tinchlikmi senim? Nima kayfiyating yo'q? Akam yosh bola emasman. Iltimos, ishlarimga aralashtirmang. Xormi ukam, yaxshimisan? Assalomu alaykum aka. Hot-dog qilib beraymi, burger qilib beraymi? Go'shtli bo'lsinmi, tovuqlimi? Odam go'shtiga. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Qo'rqma, senga hech kim tegmaydi. Bu narsa senga. Nima bu? Nima kinolarda ko'rmaganmisan? Men bunaqa narsa qilmaganman. Как прибил по ладоням, как ты до сих пор меня не понял, который раз за тобой поневоле, с неба, как прибил по ладоням, Begzod, senga nima bo'ldi? Begzod, Qoch! который раз за тобой поневоле, пойду с неба, как прибил по ладоням, как ты до Menga anu narsangizdan bera olasizmi yana? Mayli ukam. Птицы летят стаи из моего города. Я бы за ними, но мне тут не так холодно. Родные улицы и путанные в проводах. Я же все отдал тогда за разговоры до утра. Рассыпал слова. Menga anu narsangizdan yana bering. Mayli ukam, faqat bitta ish qilishing kerak. Ko'proq beraman keyin yana. Maktabingni yig'ishtirasan. Hot-dogxonangni yopasan. Boshqa shaharga chiqib ketasan. Hamma narsang qilib beriladi, faqat bu shaharga qaytib kelmaysan. Время улетает, как дым. Легко ли быть молодым? неба, как прибил по ладоням, как ты до сих пор меня не понял, который раз за тобой поневоле. Begzod, hatta aka, unga nima qildinglar? Men qayerdan bilaman uni? Nima, meni boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Men hammasini bilaman aka. Nimani bilasan? Narkomanliginimi? Narkoman bilan o'qimoqchimisan? Begzod, sanmisan? С тобой насыла. Как любовь твою понять? Я стараюсь доверять, но ты сжигаешь все во мне.
bormasam bitta ish eplolmaysanmi? Sening uyda yo'q. 1 soat ichida topib qo'ychin deymi?